bo'ldi, bu bola hech narsaga yaramaydi, jamiyatda o'rnini topmaydi, bir umr qandaydir nogiron bo'lib qolib hech narsaga, hech kimga yaramaydi. Ismim Dilnoza, yoshim 41da. Moliya institutini tamomlaganman. Ish faoliyatim iste'mol ishlar huquqini himoya qilish federatsiyasidan boshlangan. Undan keyin monopoliyaga qarshi siyosatni takomillashtirish qo'mitasiga qarashli markazda hisobchi bo'lib ishlaganman. Hozirgi kunda uy bekasiman. Asosiy diqqat e'tiborim qizimga qaratilgan. Bor vaqtim, energiyam, kuchim, aqlim shu qizimni oyoqqa turg'izib, jamiyatda o'z o'rnini topishga qaratilgan. Qizim bizdan uzoq kutilgan farzandimiz. 5 yil deganda farzandli bo'ldik. Homiladorlik davrimda 9 oy vrach nazoratida bo'lganman. O'z vaqtida tekshiruvlardan o'tganman. Yeyishimga e'tibor qilganman, vaqtida dam olganman. Homiladorlik yaxshi o'tgan, 9 oy. Lekin tug'ish jarayoni qiyin kechgan. Ozgina sog'ligida muammo bo'ldi qizimnida. Bir hafta raddomda qolishimizga to'g'ri keldi. Shu bilan vrachlar sal qattiqroq gapirdi. Bolangga yaxshilab vaqt qaramasang, bolangdan ayrilishing mumkin dedi. Men o'zi uzoq kutilgan farzandim, yana ayrilib qolishim ehtimoli bor deb qo'rquv bilan bor mas'uliyatni bo'ynimga olib, diqqat bilan o'sha vrach aytgan hamma tartib-qoidalarga rioya qildim. Men o'zi tabiatan o'ta mas'uliyatli odamman. Soatimni o'sha paytdan budilnikka qo'yardim. Har 2 soatda budilnik bilan nazorat qilib, vrachning aytganlariga rioya qilganman. 24 soat qizimni qo'riqlardim. Uxlaganda ham, uyg'oq bo'lganda ham, uxlashi salga uyg'onardi, chunki sal shovqin, sezgir edi juda ham. Shuning uchun uni uxlatish ham qiyin edi, uxlagandan keyin uyg'onishi ham qiyin, oson edi. Shuning uchun hushyor yotib turishim kerak edi. Qo'shnim pediatr edi. Qo'shnim chiqib massaj qilganda chiqqanda qizing giperaktivni derdi. Giperaktivni juda ham derdi. Men bu bir kompliment deb o'ylaganman. Qizim sho'x bo'ladi, katta bo'lsa chaqqongina, aktivni bola bo'ladi deb tushunganman. Keyin 3 oyligida birinchi poliomiyelit kaplyasi poliklinikada privivkaga chiqqanmiz. Shu privivkadan keyin qizimda qanaqadir qaltiroq paydo bo'ldi. Lablari ko'karib, qo'llari qaltirab, emishga qiynalib, onani yig'lab, boshini orqaga otardi. Vrachga olib bordik. Boshini uzi qilish kerak dedi. Boshini uzi qildirdik 3 oyligida. 3 oyligida uzi qildirganimizda uzi apparatini o'sha ko'radigan ayol ham sizni qizingizni miyasida bir boshqa bolalarda yo'q bir rivojlanish holati bor deb tushuntirdi. Meditsina tilidan tushuntira olmayman. Qizingizda ajralib turadigan bir xislat yoki bir qobiliyat bo'lishi mumkin. Qizingiz bir qaysidir sohada bir kuchli shaxs bo'lishi mumkin. U boshqa bolalardan ko'ra aqlliroq bo'ladi dedi. Bu holat 3 oyligidagi buni eshitib yana xursand bo'ldim. Bu yana kompliment bo'ldi. Meni qizim boshqa bolalardan ajralib turar ekan, farq qilar ekan, aqlli bo'lar ekan, aktiv bo'lar ekan degan bir holatlar edi-da. Endi xursand edim ichimdan. Qoniqishsi bor edi. Keyin dorilarni ichirdik, vrach nazoratida edik. 1 yil davomida har 3 oyda dorilar ichirib turardik. 1 yoshga to'lgandan keyin vrach ko'rdida, bo'ldi, qizingning holati yaxshi, privivkalarni ham to'liq olishing mumkin, davom ettirishing mumkin. Men tarafdan boshqa yordam beradigan narsa yo'q dedi. 1 yosh 2 oyligida yurishni boshladi. Fiziologik giperaktivni holatda yurish bor, yuguradi tinmay, harakatchan juda ham, lekin chaqirsangiz ko'zga qaramaydi, diqqati tarqoq, qo'rquv yo'q, xavf-xatarni sezmaydi. Gapirsangiz xuddi sizni eshitmayotganday, tushunmayotganday nol reaksiya qiladi. Lekin quloqlarini ham tekshirtirganimizda yaxshi eshitardi,
televizorda multfilm ko'rganda reaksiya normalniy qilib, har bitta emotsiyaga kulsa kulib, yig'lasa yig'laganda, endi xafa bo'lsa emotsiyalarga kirishib ketardi multfilm ko'rganda. Biza chaqirganimizda ismiga reaksiya qilmasdi. Xuddi sizni eshitmaydi, mana shunaqa reaksiya holat bo'lardi, tushunmasdi-da. Faqat yugurardi. Harakati ko'p edi, uyqusi kam edi, uxlatish qiyin edi juda ham. Endi so'zlar yo'q edi. Bitta ikkita so'z bo'lishi mumkin. Ko'rgan narsasini salgina takrorlashi mumkin edi, lekin bir narsa kerak bo'lsa, yig'lab tushuntirardi. Qo'limdan tortib, etib qo'li bilan ko'rsatardi, tushuntirish kerak bo'lsa. Gapirish yo'q edi, fikrni ifoda eta olmasdi. Gapirsam meni tushunmasdi, go'yoki eshitmasdi. Biron narsa bir qizim bilan muloqotga kirisha olmasdim. Biron narsani aytib tushuntira olmayman, o'rgata olmayman. Xullas, boshqa nevropatologga olib bordik. Ular SDVG degan diagnozni qo'yishdi va sotsiumga qo'shgin degan maslahatni berishdi. Birinchisi shu bog'chaga bergin, sog'lom muhitga qo'shgin, pedagoglar shug'ullansin, specialistlar, shu sohaning defektolog, psixologlari, har xil mashg'ulotlar bor, shu sensorli mashg'ulotlar bor, bolalarga shu yoshiga mos tilini, aqlini rivojlantiradigan mashg'ulotlar bor. Basseyn, sport, bir yengil sport turlari bilan shug'ullantiradigan tavsiyalarni berdi nevropatolog. 4 yoshdan keyin specialistlar bilan shug'ullanish boshlanib, qizimda so'z paydo bo'ldi, so'z birikmasi paydo bo'ldi. Lekin baribir ham injiqligi bor edi. Gapira olmaydi, qo'shila olmaydi, o'zi bilan o'zi bo'lardi. O'zini himoya qila olmasdi. Xarakteri juda ham yumshoq edi. Xarakteri yoshligidan juda ham yumshoq edi. Muloyim juda ham. Hamma narsaga qo'li ochiq, xarakteri ham poslushniday tuyulardi, lekin birovga ozor bermasdi qizim hech qachon. Baqirardi, sababsiz yig'lardi, qichqirardi. Biron narsani men unga tushuntira olmasdim, u menga tushuntira olmasdi. Shunaqa tushunmovchilik avjida edi. So'zni mendan eshitsa takrorlaydigan bo'ldi. Ovqat yeysanmi desam, ovqat yeysanmi deb javob berardi. Ha, ovqat yeyman demasdi. Ovqat yeysanmi degan o'zimning gapimni o'zimga takrorlab berardi. U analiz qilmasdi fikrlarini. Gapirishda fikrini gapira olmasdi. Masalan, so'z boyligi yoki so'z nimasi kamroq edi, zapasi, lekin yodlatsangiz bir narsani yodlab aytib berib bilardi. Скоро Навруз, озаряется даль, там зиму бросив груз. Расцветает. Ko'p qiynalardik. Ko'chada ham o'zi yurmasdi. O'ynaganda ham, boshqada ham uni uxlatish uchun ko'proq charchatishim kerak edi. Ko'chada olib yurardim. Bolalar bilan muloqot qilganda o'zini ko'chaga qo'yib yubora olmayman, chunki bolalar buni tushunmaydi, qizim bolalarni tushunmaydi. Doim yonida yurardim. Masalan, boshqa onalar bolasini ko'chaga qo'yib, o'zi uyda ishini qilardi, ovqatini qilib, uyini tozalab, bu ish bilan band bo'lganda, men 24 soat qizim bilan band bo'lganman. Ko'chada ham, uyda ham. Shuning uchun hamma narsa ishlarim shoshilinch holatda bo'lardi. Biron ishni to'g'ri qila olmasdim yoki oxirigacha qila olmasdim. Ko'p gap eshitardim ham, noroziliklar bo'lardi. Yaxshi kelin emassan, yaxshi ona emassan, yaxshi xotin emassan degan noroziliklar bo'lardi. Ular tushunmasdilar. Meni ko'p vaqtim, asosiy vaqtim bola bilan o'tishga majbur edim. Ko'chada yugursa ham qo'rquvni tushunmaydi. Masalan, bitta qush uchib ketsa, qushning orqasidan yugurib ketadi, xavf-xatarni tushunmaydi. U yerdan mashina kelishi mumkin yoki bir kachelida bolalar uchib tursa ham, kachelining tagiga kirib ketishi mumkin. Men ko'chada yurganimda ham doim mana shu bilagidan ushlab yurardim. Qizimda SDVG diagnoz qo'yilganida men bu internetdan o'qib o'rganganimizda davosi bor deb tushundim. Buni bir nima deydi, oqibatlarini yoki keyingi holatlarini tushuncham yo'q edi. Yoshligim, tajribasizligim bir taraf bo'lsa, bu narsa haqida tushuncham yo'q edi. Bu davo shifo topadi deb o'ylagandik-da, 1 yil, 2 yil dori ichirganimizda shu bizning ishimiz shu dori ichish bilan tugaydi deb o'ylaganman 2 yil davomida. Har 3 oyda dori yozib beradi, ichiraman, kelamiz, ukol olamiz, o'zgarish kam. Keyingi diagnozni qo'yadi. Shu bilan tushundimki,
qizimda o'zgarish sekin, autizm elementlari ham bor degan diagnozlar ham sekin qo'yildi. Bu 4 yoshdan keyin, 5-6 yoshlarida bir narsani maniki degan narsa yo'q edi. Narsasini ham maniki demasdi. Menga nisbatan onasini ham, men uni yonida yursam, onaligimni his qilmasdim. Masalan, bir yoqqa ketsam ham ba'zi bolalar onasiga yig'lab xayrlashadi yoki yig'lab qoladi, onam ketmasin deb. Menda bunaqa tuyg'ular yo'q edi. Qo'g'irchoq o'ynashda ham bir qiz bolaga xos kuklalar o'ynamasdi. O'g'il bolaga o'xshagan qo'rqinch bir hayvonlar, mashinalarni o'ynayman derdi. O'ynash davomida shunchaki o'ynamasdi-da, uni buzib ichini tekshirishga harakat qiladi. Hech bir narsani shundoq o'ynamasdi, ichini kavlashtirishga harakat qilardi. Doimda buzib tashardi. Qizimni kimdir xafa qilsa, buni kuzatish charchatib yubordi meni va ayrim paytlar shu kichkina bolalar bilan o'zim baravar bo'lib qoldim-da. O'shalarga qizim o'rnidan javob qaytarishni xohladim. Shu holat bo'ldi, qizimni urdida, keyin men aytdim, to'xtaysan dedim. Meni qizim dedim, hozir seni uradi. Senga javob qaytaradi deb o'sha qizni ushlamoqchi bo'ldim, qochib ketdi qiz. 4-5 yoshli qiz. Men katta yoshli ayol, shu 5 yoshli qizning orqasidan yugurdim. Ushlayman, qizimga o'zim urmoqchi emas edim. Qizimga o'sha javob qaytarsin, qizim ham ursin deb qizimga ayttirib, o'shani javob qaytarishni o'rgatmoqchi bo'ldim. Orqamdan uni onasi yugurdi. To'xtang, qizimni qo'rqitib qo'yasiz. Men aytdim, men qizingni urmayman, lekin qizimni haddan tashqari ko'p urib, xafa qilib turibdi. Bir marta qizim ham javob bersin, sal his qilsin, shu urish mumkin emas degan narsa men unga tushuntirib qo'ymoqchiman deb yugurganman-da. O'zimni shu holatni hozir eslasam, uyalaman. Ko'cha-kuyda masalan kim ko'rsa dakki bergan, qo'ni qo'shnimi, yoshi katta bir ayollarmi, rus, o'zbek masalan yoshi buvilar masalan qizingga tarbiya bermagansan, juda ham erkalatib yuborgansan degan mana shunaqa dashnomni ko'p eshitardim. Taksida yursak, qiz bola ekan-ku, sal tarbiya berib qo'ysangiz bo'lmaydimi degan taksisni nimalarni eshitardim. Endi bularni xatti-harakati qo'pol bo'lardi, o'zini erkin tutardi, tushunmasdi. Eshikni yopgandami yoki boshqami, injirliklari ko'p edi-da. Bu chetdan qaraganda o'sha erkalikday yoki tarbiyasiz holatday ko'rinardi. Shuning uchun har bitta kishi bilan tushuntirish bergan, kimgadir tushuntirish berardim. Qizim diagnozida kim bilan urushib ketardim. Ko'chada o'sha yosh bilan ham, yoshi kattasi bilan ham ko'proq shu tushuntirishim oqibatida charchaganimdan keyin o'sha urushib tortishuvlar ko'payib ketdi. Yoshlar bilan ham, yoshi katta ayollar bilan ham. Bu diagnoz SDVG holatidan exolaliya, ZPR, hozir o'sha RAS autizm elementlari ko'rina boshlandi deb autizm diagnozi qo'yildi. Autizm diagnozini o'qiganimda o'sha qotib qoldim. O'sha dunyo to'xtab qolganday bo'ldi. Bitta qizim. Мамы, художники, актерскими. Мне учиться было, но и Джахангир. Инклюзивный хаб. Инклюзивный хаб. Да. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Художником. Художником. А нормально, мен көрсетмей. Мама Жибай болып келеді екен. Стоим шығады. 20 yilda prezidentimizni shu inklyuziv ta'lim bo'yicha qarorlari qabul qilindi, yo'lga qo'yish bo'yicha. Maktablarda inklyuziv ta'limni yo'lga qo'yish bo'yicha. Shunda hokimiyatga borib, o'sha rayonga borib, ruxsat so'raganimda, meni ham qizim shu haqqi bor, qizim normotipichni bolalar turiga kiradi, juda ham og'ir emas, sog'lom bolalarga qo'shishim kerak, ruxsat beringlar deb yuqoridan ruxsatni olib, o'sha oddiy maktablarga berganman. Har bitta masalan sog'lom bolani onasi birinchi marta maktabga, birinchi sinfga berganda eng yaxshi maktablarni qidirib, hamma o'z bolasiga eng yaxshisini ravo ko'radi, hamma narsani maktabni eng yaxshisini qidirardi. Men maktab yoshi yaqinlashgan sari qo'rquv paydo bo'lardi. Qaysi maktabga borishim mumkin? Kim meni bolamni qabul qilishi mumkin? O'zimcha eng yaxshi maktablarni
qidirib borib eshigiga borganman. Lekin u yerda qizimni holatini tushuntirsam, qizimni qabul qilmasliklarini aytgan. Xullas, hamma shu bolasiga eng yaxshi maktabni qidirgan payti biz qaysi maktab qizimni olarkin degan umid bilan maktab eshigini yaqiniga borardik. O'sha 1-sinfga chiqqanida ham hamma bolasini tashlab ketsa ham men o'sha yerda ruxsat so'rab, dars tugaguncha qorovulday to derazasidan qarab, to eshigidan poylab, dars tugaguncha o'shada poylab turardim. Mehrini bo'lachalik samimiy ko'rsatadigan odam bolalar yo'qda. Men o'zim hayron qolganman. Masalan, aktrisalar rol ijro etganda o'shani maksimum o'sha rolning ichiga kiradi. Bularni rol o'ynashi kerak emas hayotda. Hamma narsani boricha tabiiy chiqarib beradi-da. Shunaqa holat bo'ldi. Qaysidir shu maktab yoshida bitta bolani senda yoqtirib qolish holati bo'ldi. Endi shu bolani qizim yoqtirganini yuziga bemalol aytib boradi, yoniga borib, o'shani yaxshi ko'rishini, o'sha bolaga ko'p ortiqcha xatti-harakat qilmaydi, lekin his-tuyg'ularini prям xatti-harakati bilan, so'zlari bilan eng chiroyli, eng nozik ifoda etishni boshlaganda, u bola uyaladi. Hammani oldiga aytadi. Qizim alohida emas-ku, hammani oldiga rus tilida ham, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham yaxshi ko'rishini ifoda etavergan. U bola uyalib, o'qituvchi men bu sinfdan ketaman. Zafina bilan bitta sinfda o'qimayman yoki boshqa maktabga ketaman yoki Zafina kiradigan kunlar men kelmayman deb shu bola qizimdan qochishni boshlardi. Maktabda maktabxonani o'zlashtira olmaydi, bu uchun alohida o'qituvchi biriktirilmagan, hech kimni vaqti yo'q deb alohida o'qituvchini yollab, o'qituvchini uyiga borib, prodlyonkaga uyga vazifalarni qildirtirib, o'sha yozuv chizuvni, shu maktabni nimadir o'sha fundamentini, fanlarini o'zlashtirishga o'qituvchiga olib borardim. Erka deb baho berganlaridan, keyin uni men hammaning oldida boshqara olmasdim. Unga bir narsani tushuntira olmasligim uchun men sekin-sekin jamiyatdan uzilishni boshladim. Qarindosh urug'larnikiga ham borishni to'xtatdim. To'y tadbirlariga ham qatnashmaydigan bo'ldim, chunki qatnashganimizda ham hamma boshqacha ko'z bilan qarardi. Ko'p savol berilardi menga, nima uchun degan, nima degan, o'zim tushuncham yo'q, ularga nimani qanday tushuntirishni bilmasdim. Kimdir ayb etgan bo'lardi, kimdir sal jirkanganda ham bo'lardi qizim holatiga, bir bunday shunaqa ham bo'lishi mumkinmi deb, shu uchun qanaqadir uyat, mana shunaqa joylarga borib ko'p savollarga javob bera olmayman deb hammadan uzilishni boshladim sekin-sekin. Qarindosh urug', bir yoqqa mehmonga bormayman, uyimga mehmon chaqirmayman. Sekin-sekin uzildim. Hozirgi kecha kunduzda endi qizimni 12 yosh, energiyasi kuchga to'lgan, gormonal o'zgarishlar boshlangan. Shuning uchun muloqot, munosabatga kirishish ham kuchayganda, hamma bilan gaplashgisi, muloqot qilgisi keladi. Endi men uyda faqat men-ku, mendan kutgan mehr e'tiborini tashqaridan ham kutadi. Xuddi mendaqa mehr muhabbatni almashtirishni xohlaydi. Lekin tashqarida bu masalan hozirgi kunda salomlashishni yaxshi ko'radi. To'satdan borib salom berganida kimdir alik oladi, barakalla qizim deydi. Kimdir alik olmaydi, kimdir qo'rqib ketadi, kimdir jirkanib munosabat qiladi. Buni hammasini qizim his qilib tushunib turadi. Masalan, meni yoqtirmadimi, mendan seskandimi yoki meni tanimadimi deb qizim ko'ngliga olishni boshladi, xafa bo'lishni boshladi. Men ular bilan gaplashmoqchiman-ku, men prosta so'rashdim, salomlashdim, u nimaga men bilan salomlashmadi degan yomon mana shunaqa xotiralarni yig'ib eslab analiz qilishni boshladi. Shu kimdir unga shu endi yoshligida bo'lib o'tgan voqealarni endi tili chiqqandan keyin muhokama qilish boshlandi. Kimdir o'sha vaqtida ko'nglini o'ksitgan, kim bu bilan o'rtoq bo'lmagan, kimdir urgan, men ko'rmaganman yoki kimdir ustidan kulgan, o'sha holatlarni eslab men bilan gaplashib, muhokama qilishni boshladi. Nimaga men bilan bu shunaqa qildi, nimaga o'shani bu men bilan gaplashmadi deb asabiylashib, xafa bo'lib, muhokama qilish boshlandi. Tashqi muhit, jamiyat alohida muammo bo'lardi. Hech kim tushunmaydi, hech kim yordam bera olmaydi, yordam qo'lini cho'za olmaydi. Bunaqa diagnozlar chet davlatlarini o'qib o'rgansam, o'sha Yevropa davlatlarida endi chetda ko'proq ekanda va bularga kerakli sharoitlar u yerda ko'proq o'rganishim natijasida shuni tushundim.
ularga qanaqa podxod qilinadi, qanday qilib o'rgatiladi, qanaqa markazlar bor, o'sha reabilitatsiya markazlari, yordam beradigan o'sha ichiradigan vitaminlari, hamma narsasi chet elda bo'lib chiqdida. Chet elda men shunday aytdimki, bizda O'zbekistonda qizimni hech kim tushunmaydi, qizimni hech kim qabul qilmaydi. Men chet elga ko'chib ketishim kerak. Bir yo'lini qilib, chetga ko'chib ketib, o'sha yerda yashashim kerak. Qizimni o'sha yerda davolatib olaman, o'sha yerda o'zgartira olaman degan ichimda bir o'ylov, fikr ham paydo bo'ldida. Shunaqa kunlarning birida rasm darsiga qatnashardik. Ular bizaga inklyuziv markaz ochiladi yaqinda. U yerda sog'lom va nosog'lom bolalar birgalikda har xil to'garaklar yo'lga qo'yilgan. Qizingizni olib borsangiz, shu yerda har xil mashg'ulotlar bor. O'sha yerda sog'lom muhitga qo'shishingiz mumkin deb rasm o'qituvchimiz Sharifa opa maslahat berdilar. Chunki ularga tinmay shu arz qilardim, holatimni ko'rardilar, qiynalayotganimni, shu maktablarga hech kim qabul qilmaydi, biza kutgan munosabat yo'q, kerakli sharoit yaratilmagan. Har doim urilib, surilib yuramiz, qiynalib ketdim, hech kim bolamni qabul qilmayapti. Bundan bolam ham aziyat chekib turibdi. Bolamga qarab, men ham azob chekib turibman. Qayerga olib borsam bo'ladi qizimni? Qanaqa ishga chiqsam bo'ladi dedim, chunki ishlashim kerak. Bu sog'ligim uchun ham kerak. Iqtisod ham, hamma narsa iqtisodga borib taqaladi. Moddiy manfaat ham bor. Hech ishlay olmayman-da, 2 yil ishlab, 2 yil uyda o'tiraman. Xullas, ular shu inklyuziv markaz yaqinda ochiladi. O'sha yoqqa borib ko'ring degan maslahatni berdilar. Xabar manzillarini so'rab Sharifa opadan shu inklyuziv markazga bolamni olib keldim. Qabul qilishdi. Aktyorlik mashg'uloti bilan, kursi bilan, to'garagi bilan rassomchilik to'garagiga qizimni qo'ydik. Boshida qizimda hali tajriba yo'q-ku, odamlar bilan muloqot qilish yaxshi, yetarli darajada emas edi. Ya'ni birovni eshitish, birovni tushunish, muloqot qilish, ana birov komanda bersa, topshiriq bersa, o'shani bajarish, o'sha 6 oy, 1 yil davomida aktyorlik kursiga qatnab yoki rassomchilik kursiga qatnab, o'sha yoshligidan nimadir talanti, shu rassomchilikka qobiliyati bor derdim, lekin ichimdan baribir unchalik ishonch yo'q edi. Men qobiliyat deb qaramasdim. Shunchaki qizim yosh bolalar ham rasm chizishni yaxshi ko'radi, meni qizim ham yaxshi ko'radi. Shu bilan band deb o'ylardim. Va buni o'sha ruhiy holatiga, nervologik holatiga bu lechebniy protsess deb tushunardim-da, rasm chizishni. Bundagi bir qobiliyatni men ko'ra olganim yo'q. Mana shu inklyuziv hubga kelganimizdan keyin, rassomchilik to'garagiga qatnashishni boshlaganidan keyin, sekin-sekin undagi shu alohida yashirin qobiliyatni shu yerdagi o'qituvchilari Jahongir ko'rishni boshladilar. Qizingizda boshqalarga yo'q bir iste'dod bor. U rasmni boshqacha ko'rib, boshqacha his qiladi. Hech kimniki o'xshatmasdan boshqacha chizadi dedilar. O'zini juda erkin his qiladi dedilar rasm chizishda. Bunda qizingizda zapret yo'q. Bu oddiy bolalar masalan ko'rib o'ziday qilib chizishi mumkin. O'sha ramka bor dedi. O'sha tasavvurda ham, his qilishda ham yoki o'sha ko'rgan narsasini o'ziday qilib, qolipday qilib chizib qo'yishi mumkin. Lekin sizning qizingiz boshqacha ko'radi o'sha rasmni ham, boshqa narsani ham o'zini tasavvuri bilan umuman boshqacha qilib o'zini uslubida chizadi degan bir qobiliyati borligini ko'ra oldilar rasm o'qituvchisi. Rasm yo'nalishida ham sahnada olqishlarni eshitdi. Bu yerdagi muhit, bu yerda har bitta bolaga, sog'lom va nosog'lom har bittasiga shaxs sifatida qaralishi, ularni qabul qilish, ularga yordam berish, har qanday holatda ularga sabr bilan yondashib javob qaytarishni bolam his qilib o'zini mana shu hub doirasida uyimizdan tashqari ikkinchi bir kichkina bir qisqa kichik bir joy desak, jamiyat hubni ichida qizim o'zini shaxs sifatida tan olinishni boshladi. Chunki qizimga odam sifatida, shaxs sifatida muomala, munosabat ko'rsatila boshlandi. O'quvchilar o'rtasida ham hech kim dilini og'ritmaydi, birovni ustidan hech kim kulmaydi. Hamma bir-biriga qo'ldan kelgancha yordam beradi. Xuddi shu holat tashkilotchilar o'sha hubni xodimlari o'rtasida ham shunday. Farroshdan tortib to direktorigacha har bittasi shu nuqsonli, nogironligi bor shaxslarga
juda ham bir muloyim, mehr shafqat bilan tushunib, har bittasini injiqligiga ham, erkaligiga ham, o'sha har qanday holatiga yondashib yordam qo'lini cho'zdida. O'sha qizimdagi erkaliklarni ham ko'tarib bilardilar hamma, injiqliklarni ham ko'tarardi hamma. Tushunib, hech kim dilini og'ritmasdi. Xullas, qizim shu yerda o'zini shaxs sifatida his qildi, tan olishini va o'zini "Men ham odam-ku" degan gapni aytadigan bo'ldi. Bir narsa bo'lsa, "Men ham odam-ku" degan gapni aytadigan bo'ldi. Hab doirasida bir nechta ko'rgazmalar tashkillashtirardi. Shu ko'rgazmalarda rassomlarni, shu o'quvchilarning chizgan rasmlari qo'yilganda, qizimni ham alohida ko'rgazmasi tashkillashtirib berildi выставка doirasida. Keyin alohida personalni o'zini выставкасini tashkillashtirib berildi va qizim shu ko'rgazma natijasida rasmlari ancha sotilib, tanilib, qizim qandaydir bir mashhurlikka o'zicha erishdida, qandaydir yana ham "Mani odamlarni taniydi" degan narsa miyasida shakllandi. Mani odamlar yaxshi ko'radi, mani odamlar tan oladi, qabul qiladi degan narsa shakllandi. Endi uyda uni hamma yaxshi ko'rib qabul qilgan. Hab, o'sha inklyuziv hab doirasida hamma uni yaxshi ko'rib qabul qilib, qo'llab-quvvatlab, Zafina Salomova deb shaxs sifatida murojaat qilinganda, ko'chaga chiqqanda, ko'chada ham "Mani hamma taniydi, mani hamma yaxshi ko'radi" degan tasavvur shakllangani uchun ko'chada begona odamlarga ham hammaga qadamda salom berish boshlandi. U o'zbek millati bo'lsin, u rus millati, u chet ellik turistlar bo'lsin, har bittasini o'zini tilida salom berishni boshladi. Ko'rlarga qanday muomala munosabat qilishni tartib qoidalari bor. Bu tinmay tushuntiriladi. Kar odamlarga ham o'zini masalan tili bor, gung o'sha imo ishora tilida ularga tushuntiriladi. Ularga qanaqa yordam berishni sir asrorlari, qonun qoidalari shu paytgacha bu avvaldan borligi uchun televizorlarda ham, radiolarda ham doim aytib tushuntirib kerilgan. Autizm diagnozi yangilik bo'lgani uchun bizning O'zbekistonimizda, umuman O'rta Osiyoda ham yangilik bo'lgani uchun hozir ko'payib ketgan butun dunyoda. Buni qabul qilish, bunga munosabat qilish haqida tushuncha qoida yo'q. Diagnozni ota-onalar qabul qilish kerak. Qabul qilish kerak. Boricha farzandini qabul qilish kerak, diagnozni qabul qilish kerak. Uni o'zgartirishga emas, uni har bitta holatini nimaga shunday ekanligini tushunishga harakat qilish kerak. Ota-onasi ham, o'sha qarindosh urug'lari ham, o'sha jamiyatimiz ham o'sha autizm diagnozli bolani bo'ldi. Bu bola hech narsaga yaramaydi, jamiyatda o'rin topmaydi, bir umr qandaydir nogiron bo'lib qolib, hech narsaga, hech kimga yaramaydi degan xulosa bilan yashamaslik kerak. Ota-ona tushkunlikka tushmaslik kerak. O'zimning tajribamdan kelib chiqib aytamanki, to'xtamaslik kerak. Bolani ustida tinmay ishlash kerak. O'sha davolanish kerak bo'lsa, maxsus vrachlarga borib davolash kerak. Pedagoglarga borib mutaxassislar bilan shug'ullantirish kerak. Dietasiga e'tibor qaratish kerak bo'lsa, yeyishiga o'sha mumkin bo'lgan narsalarni e'tibor qaratib yedirib turish kerak. Organizmini o'rganib, vitaminlar bilan o'sha yetishmovchilik to'ldirib turish kerak. To'xtamay ishlansa, bolada o'zgarish bo'ladi. Sekinlik bilan bo'lsa ham, lekin bo'ladi o'zgarish. Va qanaqadir darajada natijaga erishish mumkin. Har bitta bolani o'sha o'zini qobiliyati bo'lganday o'shani ko'ra olish kerak ota-ona, ko'proq o'shanga urg'u berish kerak. O'shaning ustida ishlansa, kerakli darajada o'sha chiroyli natijalarga erishish mumkin jamiyatda.